Bizada tadbirkorlar bilan qabul belgilangan. Shu qabul bo'yicha yana sizni firmamizni bugun qabul qilyapmiz. Jasur bizlar kichik biznes bo'limi xodimi, kichik biznes bo'limi xodimi bugun sizlarni Seydan Nur xususiy korxonasi bo'yicha hujjatlaringiz qabul qilib olinmoqda. Hujjatlarni qabul qilib oldik. Bizada shuning 312-sonli prezident qarori bilan ajratilgan kredit mablag'imiz bor. Shu kredit mablag'imiz bo'yicha 7 yil muddatga 100 million so'mgacha 100 million so'mgacha garovsiz kredit mablag'i ajratiladi. Endi sizni xususiy korxonamizda zarur bo'lgan shu mebel mahsulotlarni sotib olish bo'yicha murojaat qilgan ekan. Shu murojaatingiz bo'yicha o'rganib chiqib, sizlar mas'ul xodim Alloh Jasur sizlar hamma hujjatlarni rasmiylashtirib kredit mablag'ini ajratishni ta'minlab